Assalomu alaykum Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmamizdagi aziz ko'ruvchilar. Bugungi naq maydon suhbat programmamiz Yalta yig'ini va BDTning 2758 nomorli qaroridan Uyg'urlarningki bugungi qismatligicha degan dunyo siyosiy vaziyat haqida bo'ladi. Bugungi bu suhbat programmamizga qimmatli mehmonlarimizdan Osiyo Uyg'ur xonim taklif qildim. Assalomu alaykum Osiyo xonim, Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga qimmatli vaqtingizni chiqarib naq maydon qatnashib berganingizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Va alaykum assalom Abdurimjon, ekran oldidagi ko'rguvchi do'stlar, hammalar yaxshimisizlar? Meni bu suhbatga taklif qilganingiz uchun xush bo'ldim, rahmat. Rahmat sizga. Bugungi bu suhbat sizningki 2 kun ilgari o'zingizning Facebook sahifasida e'lon qilgan Yalta yig'ini va BDTning 2758 nomorli qaroridan Uyg'urlarning bugungi qismatlarigacha degan o'zingizniki yozmasi asosida o'zim tayyorlagan bir qancha savollar bor. Shu savollar asosida olib berildi. Biz avval programmani boshlashdan burun siz avval o'zingizni bir xalqimiz bir qisqacha bir tushuntirasiz. Hammamiz taniymiz, shunday bo'lsa, ammo Uyg'ur choyxonasiga tunji qatim chiqdingiz. Shuning uchun o'zingizni bir qisqa rahmat. Bo'ldi, aziz qarindoshlar, hurmatli Abdurimjon, men Osiyo Uyg'ur, Gollandiyada yashayman. Bundan burun Erkin Osiyo radiosida izchil obzorchilik bilan shug'ullanib kelgan va undan burunmi ekran sohasida va to'rsiplarda har xil yozmalarni e'lon qilib kelgan. Bugun Abdurimjonningki taklifi bilan bu yerda 2 kun burun e'lon qilgan bu Yalta yig'ini va BDTning 2758 nomorli qarorining Uyg'urlarning mustaqillikka qanday ta'sir ko'rsatganligi haqidagi yozmam to'g'risida bir suhbat uyushtiraylik deb bu yerda o'tiribdik. Rahmat Osiyo xonim, o'zingiz izchil obzorlarni yozib, ba'zi dokladlarni yozib e'lon qilib kelyapsiz. Biz bugun tunji qatim sizningki yozmamiz asosida bu suhbatni olib boramiz. Biz bevosita shu savollar qismiga kirib ketaylik. Bu kemasida bilinib turdi, endi Yalta yig'ini deb, bu Yalta yig'ini bunday o'ylashidan hozir vaziyat keskin mezgillarda bir echilgan bir yig'in. Ko'pincha Yalta yig'ini deb anglagan. Buni albatta kichik nimalarni hozir bilib ketmaymiz. Boshqa avval buni bir savol shaklida bir ozroq tarjima. Birinchi savol. Yalta yig'ini echilishining oldidagi dunyoning siyosiy vaziyati qanday edi? Xitoyning-chi, Sharq Turkistonning-chi? Yalta yig'ini to'g'risida oldi bilan to'xtalaylik, chunki bu Yalta yig'ini Uyg'urlar orasida bakmi aniq bo'lgan tushunchaga ega bo'lgan bir masala emas. Bu Yalta yig'iniki Uyg'urlarning mustaqillikka qanday ta'sir ko'rsatdi yoki ko'rsatmadimi, bu nuqtada har xil qarashlar bor. Lekin bizningki tarixchilarimiz, masalan, Nabijon Tursun apandim bu to'g'riliqni yaxshi bir tarixiy material bilan ta'minladi Uyg'urlarni. Uningdagi tarixiy materiallar, tarixiy isbotlar asosida yozilgan bo'lg'achqa bir qadar ishonchli. Hamda bu shu Yalta yig'iniki Uyg'urlarniki mustaqillikka ta'sir ko'rsatmadimi degan masalani tushunishdan burun Yalta yig'iniki qanday bir sharoitda echilganligi va buning echilishiga nima sabab bo'lganligi, u vaqtdagi dunyo vaziyatining qanday ekanligi buni tushunishimizga to'g'ri keldi. Ham bizga ma'lum, birinchi dunyo urushi bu shu ikkinchi dunyo urushiniki portlashi bilan zich munosabatlik va ikkinchi dunyo urushi bu Yalta kelishim bilan muhim aloqali bir masala hamda. Bizga ma'lum bo'lgandek birinchi dunyo urushini Germaniya qo'zg'agan, ikkinchi dunyo urushini Germaniya qo'zg'agan, har ikkala qatimda Germaniya mag'lub bo'lgan. Hamda birinchi qatimliq mag'lub bo'lishdan keyin Germaniya hukumatida hamda keyin bir saylan bo'ladi ekan. Saylan bo'lgan vaqtida yangi bir prezident chiqadi ekan. U vaqtida bu Hitler muavin prezidentlikka saylanib, shu vaqtida xuddi hozir bu dunyoda o'ngchilar olqishga erishayotgan bir mazgil bo'ldi. Hozirmi biz yashayotgan bugungi kunda. Shu mazgildami Germaniyaning birinchi dunyo urushidagi mag'lubiyati va undan keyin xalqaroga to'lam to'lishi urushni qo'zg'allik sababli
төлem төлüşü bunun bilan Germaniya iqtisodiyotniki ig'ir chekinish yuz berishi degandek sabablar bilan Germaniya ichida endi xalq bu hokimiyatga nisbatan ig'ir norozilik qo'zg'alganda bundaq vaqtida shu o'ngchilardan bir prezident chiqadi ekan. Buniki muavin prezidenti shu vaqtida Getler bo'ldi ekan. Getlerning o'z vaqtida qo'llovchilar ko'p bo'lib, keyin bu prezident haqiqiy bosh prezident tuyuqsiz tugab ketadi ekan. Tugab ketgandan keyin bu Getler o'rniga chiqadi ekan. Bu Getlerninki o'ngchi siyosati andan keyin shu siyosatlar bilan Germaniya fashizmlik yo'liga qarab mangdi ekanda. Ayni vaqtida mushundaq bir yo'nalish ketayotgan vaqtida bularninki Yevropa ichida ishki urush kelib chiqadigan ishki ziddiyat. Masalan, Angliya bilan Fransiya ham Germaniya orasida ig'ir to'qinish yuz berdi ekan, lekin urush darajasiga bormagan ahvolda. Mushtaq ahvolda Germaniya Polshaga hujum qiladi ekan. Bu agar men Polshaga hujum qilsam, bu Angliya va Fransiya buniga inkos qaytaramdi yoki qaytarmamdi, men bilan urushga kiramdi, kirmamdi degan nuqtada. Shu vaqtida Polshaga urush qo'zg'amoqchi bo'lgan vaqtida bu sobiq Sovet ittifoqi Stalin bilan so'zlashar ekan bular. Germaniya so'zlashib, agar Polshaga hujum qilishimga yordamlashsang, ikkimiz ittifoqlashib Polshaga hujum qilsak, Polshani o'tirda ikkiga bo'lib, sen yerimni olsang, men yerimni olsak, anadan keyin biz ikkimiz o'zimizning manfaatiga, bir-birimizning manfaatiga cheqilishmaymiz degan bir kelishimnoma imzolasak, mushunaq bir ishni qilamdik degandan keyin Sovet ittifoqi ma'qul deydi ekan. Şonu bu ikkisi birlikdə birisi g'arbdan bir sharqdan kirib, Polshaga hujum qilib, bu yerda ig'ir tarixdagi Kadin qirg'inchiligi deydigan bir ig'ir qirg'inchilikni bu yerda sodir qilgan. Bu qirg'inchilikniki so'rg'i hozirgacha Polsha hukumati, endi polshaliklar buniki so'rg'ini qilyotgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida. Mushtaq bir ahvol. Mushu Polshaga qilgan hujum sababli bu Yevropada Angliya bilan bununla qarshi qildi ekanda, Amerika Angliya bilan Fransiyaga iqtisodiy va harbiy kuchlar bilan yordam qildi ekan. Shu mezgilda bu Polshani olib bo'lgandan keyin Germaniya tuyuqsiz 41-yilga kelgan vaqtida Sovet ittifoqiga hujum qildi ekan. Amaliyotda bular bir-birimizning manfaatiga tahdid qilmaymiz, tahdid ekanmaymiz degan kelishimni tuzgan bo'lsa-mu, bu kelishimni buzib tashlab o'tib ketdilar. Sovet ittifoqiga hujum qildi ekan. Hujum qilgandan keyin bu Sovet ittifoqi bilan Germaniya orasida haqiqiy urush portlaydi ekan. Buning bilan Sovet ittifoqininki Germaniyaning qarshida turgan Angliya, Fransiya bilan ittifoqlik tuzish bir ehtiyoj tug'ildi ekan bu yerda. Bu vaqtida biz bilamiz, Amerika Ikkinchi dunyo urushiga kirgan emas. Kirishni xohlamagan dastlabda. Lekin Germaniya bu vaqtida Yaponiya bilan ittifoqdoshlik tuzgan mezgil bo'lg'achqa, Germaniya Sovet ittifoqiga 6-oyda hujum qildi ekan, Yaponiya undan bir 5-6 oy o'tgandan keyin Amerikaninki Marvayt orli Havay taqim orlidagi Marvayt porti degan yerga tuyuqsiz hujum qilgandan keyin bu hujum Amerikaning Ikkinchi dunyo urushiga kirishiga bir sabab hazırlab berilganda, bunun bilan bu urushlar bo'lib Amerika, Angliya, Fransiya va Sovet ittifoqi orasida bir hamkorlik o'rnatildi ekan. Endi bu Yalta kelishimininki bu yerda tuzilishi, Yalta kelishimi 44-yili, 45-yili 2-oyda tuzildi. Buning oldida bu Normandiya urushi degan urush bo'ldi 1 yilga yaqin, 11 oy burun 44-yilda Amerika, Kanada ittifoqlash hukumati mayaqdan Angliya, Normandiya oralida 5 tarafdan 5 yo'nalish bo'yicha bu qirg'oqqa chiqib, Sovet ittifoqiga g'arb tarafdan hujum qildi, Germaniya g'arbdan hujum qildi, Sovet ittifoqi sharqdan hujum qilib, Germaniyani qistab keldi. Bu vaqtda Germaniya vayron bo'lish girdobiga berib qoladi. Taslim bo'lish girdobiga. Mushtaq bir halqiliq paytda bu Stalin, ya'ni Sovet ittifoqining rahbari Stalin, Angliyaniki bosh vaziri Churchill, andan keyin Amerikadagi prezidenti Roosevelt bu uchisi Qrim orolininki ayni vaqtida bu Qrim Sovet ittifoqininki nimasi tarafida.
qo'l ostida Qrimdan Yalta degan bir manzillik rayonda shu Yalta kelishimini imzolashga to'plandi ekan. Bu kelishim haqida endi keyingi savollaringizda Rahmat. so'z Endi hozir siz mushalik g'arb davlatlarininki Yalta kelishimi politik nimsalar yaxshi nima qilib berdingiz siyosiy vaziyatni. Bu vaqtdagi Xitoylarning siyosiy vaziyati qandaqdir? Bizning Sharq Turkistonda. Yalta kelishimi tuzilayotgan vaqtida Xitoy Yapon bilan urush qilyotdi. Yaponga qarshi urush tutdi. Bu vaqtida hem Xitoylar hem ichki urushda, hem Yaponga qarshi urushdi. Kuomintang bilan kommunist Xitoy ikkisi bir-biriga qarshi, Kuomintang Yaponga qarshi urushda hem xalqaro hamkorlik tutdi. Mushtaq bir vaziyat tutdi. Bundaq bir vaziyatda endi bizningki vatanda 44-yili sobiq Sovet Ittifoqi Stalinninki nimasida qo'llash ostida bizning Sharq Turkiston Jumhuriyati qurildi. Andan keyin keynidan milliy armiyamiz qurildi. Mushundaq bir ahvol ostida bu Yaltadagi kelishim fevralda bo'ldi, lekin bizningki milliy armiya 45-yili 4-oyning 8-i deyman. Qurilgan vaqti to'g'ri. Yalta yig'inidan keyin bizningki milliy armiyamiz qurildi. Bu Yalta yig'inida amaliyotda bizningki taqdirimiz Yalta yig'inida bekitilib bo'lgan desak, to'g'ri bo'ldi, lekin sobiq Sovet Ittifoqi Stalin bu yerda bu Yalta yig'inininki maxfiy o'tkazilishi va Stalin Kuomintang hukumatiningki bu nima deymiz endi Stalinninki taklifiga qo'shilmamdi. Masalan, Stalin ayni vaqtida Mongoliyani o'zininki g'arbga qarshi istakama qilish uchun Mongoliyaga ehtiyojli, Mongoliyaning mustaqil bo'lishi ham mustaqil holatga o'zining ittifoqdosh jumhuriyatlaridagi o'zining kontrolligi ostidagi bir davlat bo'lishini umid qiladi. Endi u vaqtida Kuomintang hukumati Mongoliyani Xitoyning bir qismi deb qaraydigan vaqtda hargiz u boshqalarga bermaymiz, uning egilik huquqi bizda degan mandaq sapsatini ko'tarib chiqqan vaqtda endi. Shu bu Mongoliyani mustaqil qilishda Kuomintang bunga qo'shilmamdi, bunga nimani shart qildi deb mandaq dangsayotgan mazgil bo'lganligi uchun bu yerda Uyg'urlarni yana davomli qo'llayvergan Stalin. Taki shu Xitoydan butunlay 100% xotirjam bo'g'ichi bo'lgan orliqda buni Stalinning qo'llashi taki 1949-yilgacha to'xtamagan desak bo'ladi. Ta'siri hech bo'lmagan chog'da bizning Sharq Turkistondagi. Chunki Sharq Turkistondagi bizning bayrog'imiz 49-yil Xitoy kirgan vaqtida andan keyin tushirilgan. Shunaqmi? Angacha bizning bayroq shu bizning vatanda lapildab turgan. Xo'sh, endi avvalgingiz Yalta yig'ini haqida qancha ishlanganligida bu Yalta yig'ini nima maqsadda ichida qaysi davlatning rahbarlari qatnashdi? Yalta yig'ini asosida fashizmga qarshi turish degan vaqtida ayni vaqtida bu Yaponiya bilan Germaniya natsistlari, Italiya bular uchisi bir ittifoqdosh bu demokratik jamiyatga g'arb demokratik jamiyatiga yoki dunyoga qarshi bir ittifoqdoshlik o'rnatgan. O'rnatib butun dunyoga urush ochganda endi masalan Yaponiya butkul Osiyoni egallash uchun, Germaniya, Italiyalar bu Yevropani kontrol qilish uchun yoki dunyoni kontrol qilish uchun degandek. Endi mushtaq bir vaziyatda endi ashuni tizginlash uchun ochilgan nima. Shu vaqtda endi Sovet Ittifoqi bo'lsa kommunist ideologiyasidagi bir davlat. Amerika bilan g'arb dunyosi bo'lsa demokratik ideologiyadagi bir davlatlar endi. Bularniki ikkisining birga kelishi aslida mumkin emas. Ikkisi bir-biriga qarshi bir. Lekin mushundaq bir fashizmga qarshi turishda bular ikkisi bir-birisi bilan hamkorlashgan endi. Shundaq bir vaziyatda ochilgan bir nima endi. Andan keyin bu Germaniya va Yaponiya o'rilgandagi dunyoninki yangi kun tartibini qandaq tuzaymiz, qandaq qoida usullarni o'rnatamiz, dunyo tartibini qandaq boshqaramiz. Bu Germaniya bilan Yaponiya
taslim bo'lgandan keyin ularniki tuproqlarini yoki ularni qandoq jazolaymiz, ularni tuproqlarini qandoq boshquramiz, ularni qaytadan mushta fashizmlik qilmaslik uchun qandoq tizginlaymiz degan nuqtalarda kelishgan hamda Yalta yig'inida. Shu sabablar bilan ochilgan ham bu yig'in. Rahmat. Albatta siz dedingiz, bizningki taqdirimiz Yalta yig'inida yetib bo'lgan deb. Mana shu maqolangizdami naq shu mazmunlarni ko'rib asosda analiz qildingiz. Endi Yalta yig'in to'g'risida hamda har xil gaplar bor hamda Yalta yig'inidan keyin Sovet Ittifoqi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati voz kechib Xitoy tashqi Mong'oliyani o'zining nimasiga tashnamal mustaqilligini qilgan mana işte va Yalta yig'inida Uyg'urlar ham Sharqiy Turkiston hech nima deyilmagan degan gaplar bor. Qismi mandaq deydi. Qismlar Yalta yig'inida Uyg'urlarniki nimasi pishirib bo'lgan allaburun biz Yalta yig'ini chetilgan deb manda qarashdilar bor. Lekin hamda yana bir qarashda bir biz vaqtda shu Xitoyniki bir maxfiy hujjatlar oshkorlanadi nimalardi. Bunida 1945 shu Xitoy bilan Sovet Ittifoqi shartnoma do'stlik shartnomasida Mong'oliyaga munosabatli bo'lganligi osh vaqt shartnomada bizning taqdirimiz shuning orasidan pishib ketilgan degan qarashlar bor ekan. Ammo siz deysiz bu Sharqiy Turkistonniki taqdiri Yalta yig'inida bir taraf qilib ketgan ichki qismda deb deysizda. Maqolangizni boshlaysiz. Ichki qismida emas, Yalta yig'ini bizningki taqdirimizni belgilab o'tgan. Yalta yig'inida bizningki masalamiz o'tirib qo'yilmagan. Bizning masalamiz munozir qilinganmi bu to'g'riliq hech qanday bir isbot dalil xarakterlik bir narsa yo'q hozirgacha. Shunaqa. Lekin bu yerda Yalta yig'inida so'zlashgan bir turlar bor. Nimalarni so'zlashdi? Bunga qarsaqlar bizningki taqdirimizningki bu Yalta yig'inidan keyin Sovet Ittifoqininki Gomindan bilan do'stlik kelishimi o'rnatgan ish bor. Undan keyin mushu ikki masalani analiz qilsaqlar ya ko'rsak, undan keyin Sovet Ittifoqining bizni Yalta yig'inidan tashlab o'tishni qaror qilib bo'lganligini biz farq eta olamiz. Masalan, agar ruxsat qilsangiz, men hozir bu Yalta yig'inida nimalar kelishganligi to'g'riliq bir so'zlay. Ya'ni Yalta kelishimida uchun mundaq bir narsalarni so'zlaydi, mundaq bir qancha temada kelishadi. Masalan, Germaniyaning masalasi, Germaniya taslim bo'lgandan keyin uni bo'lib boshqarish, masalan, bir qismini Sovet Ittifoqi, bir qismini Fransiya, bir qismini Angliya degandek-ku, mundaq bo'lib boshqarishni. Undan kelishadi. Undan keyin Polsha masalasida Polshani Sovet Ittifoqi bu davlat bo'lmaydi, chunki bu Polsha Germaniyaningki bizga tajovuz qilishida ko'riklik rol o'ynagan, ashtaq bir davlat, bundaq bir davlat bo'lmasligi kerak, uni yo'qotib ketish kerak degan qarashda bo'ldi. Lekin bu g'arb tarafninki deydi, bular Germaniyaga qarshi urushdimi, yaxshi rol o'ynagan, shu bundaq qilsak adolatsizlik bo'ldi deydi. Shunaqa qilib bu Polsha masalasida Sovet Ittifoqi qabul qilgan bir shaklda ham g'arbni qabul qilgan shaklda bir kelishadimda. Andan keyin Yiroq Sharq masalasi. Yiroq Sharq masalasi degan bu Yaponiyaning masalasi va Osiyoning masalasi. Bu yerda bu Osiyo miqyosida bu Yaponiya Amerikaga hujum qilgan masala va Xitoyni besib olgan masala va Xitoyni deyamda. Shu vaqtida hamda bu Yaponni tizginlash kerak, taslim qildirish kerak-ku. Shu buni taslim qildirish uchun hozir o'sha vaqtida Xitoy urushayotgan uning bilan. Lekin Xitoyning kuchi yo'q, unda Yaponni yengvog'ida kuchi yo'q vaqtida. Bunday ahvol ostida cho'qim g'arb dunyosi yordam berishga shu vaqtida hamda Sovet Ittifoqining Yaponga qarshi urushga shu Germaniya taslim bo'lib 2 oy ichida shu Yaponga qarshi urush qo'zg'ash ashnaqa kelishadi bular. Bu Yalta kelishimida kelishilgan narsa. Bu Sovet Ittifoqi Yaponga qarshi urushda kimdan foydalanadi? Herkes Uyg'urlardan foydalanmaydi. Cho'qim Xitoy bilan hamkorlashadi. Bunday ahvolda manfaat munosabati bo'ldi. Vaqtida Uyg'urlar Sovet Ittifoqi uchun muhim bo'lmaydi. Xitoy bilan kelishish kerak. Xitoy Sovet Ittifoqi o'zining shu Mong'oliyani, tashqi Mong'oliyani mustaqil qilish va u orqali g'arbga qarshi bir istakam hozirlash talabini Xitoyga qo'yish kerak va buning badaliga Xitoyga yordamlashib Yaponga qarshi urush echish. Buni so'zlashadi. Mushtlaq bir kelishadi Xitoy bilan.
Yalta kelishimida ma'qul deydi, Yaponga qarshi urush ochaman deydi, lekin ma yoqqa kelgan vaqtida Xitoy bilan do'stlik shartnomasi tuzgan vaqtida Xitoydan shuni talab qiladi. Men sana yordamlashib Yaponga qarshi urushga qatnashaman, yordam qilaman, lekin sen Mongoliyani qilsan, men Xinjiangning ishlari, Tibet ishlarini sening ishki ishing deb sana beraman. Bu ishga aralashmayman, bularga qilgan yordamni to'xtataman deydi. Buniki mushundaq deganligi nada chiqadi desangiz, Jiang Jiexining Tayvandagi Jiang Jiexining kundalik xotirasi deb uni oshkorlagan. Bu haqda nurg'un shu e'lon qilingan maqolalar, dokladlar bor Jiang Jiexining kundalik xotirasi. Jiang Jiexining kundalik xotirasida Jiang Jiexi o'zi shundaq deb yozgan ekan uni. Uni men ko'rdim, zot shundaqmi deb. Shu Sovet ittifoqi bilan shundaq bir kelishibdi. Shu bu nuqtalardan uni ko'ra olamiz. Chunki u yerda Sovet ittifoqining Xitoydan oladigan manfaati bor u yerda, bizdan emas. U yerda Yapon qarshi urush va dunyoga bergan va'dasi bor. U yerda Uyg'urlarningki Sovet ittifoqi uchun hech qanday bir qimmati yo'q endi Xitoyga selishtirgan vaqtida. Shundaq vaqtida bizni tashlab etishni o'ylagan, lekin tashlab etgan vaqtida darhol tashlab etmagan. U naytiliqi aqlli strategiya o'ynaganda, siyosat o'ynagan u yerda, ya'ni Xitoyni butunlay shu o'zi degan yerga keltirib, 100% ishonch qilib, shu Mongoliyaning mustaqilligini e'tirof qilg'izib, anadan keyin shu Yapon qarshi urushga o'zima qatnashib, shu hamma ishlarda shu Sovet ittifoqining degani bo'yicha qiladigan holatga kelgan vaqtida, andan keyin bizning Sharqi Turkistondagi shu Manas daryosi bo'yiga kelgan askarlarimizni to'xtatib urushdan Gomindan bilan tinchlik kelishini, ya'ni umr bitimni tuzishga majburlagan. Shu umr bitim tuzishdan burun Mongoliyaninki mustaqilligida Gomindan xeyli ching turgan uningda. U degan tarixdan bo'yingi zaminimiz, uning mustaqil bo'lishiga biz nima qilolmaymiz deb. Keyin agar mustaqil bo'lsa mayli, lekin belat tashlash qilsin deb turgan Jiang taraf. Shu belat tashlash qilgan vaqtida Tashqi Mongoliyaning 97% xalqi mustaqillikni tanlagan. Shuning bilan amal yo'q, mustaqilligini e'tirof qilgan. Lekin ashini yana bir nomus mening tariximdagi deb yozgan Jiang Jiechi o'zining xotirasiga. Men mushunaqa ma'qul dedim, mushunga kelishdim deb. Bu Jiang Jiechining kundalik xotirasi to'rda bormi? To'rda bor. To'rda bor, izlasangiz bo'ldi Jiang Jiechi debchi, izlasangiz ashunday chiqadi. Rahmat. Endi yana bir nima sizlarga mana shu maqolangizda tilg'ilgan narsa Xitoy masalasida, endi China. Endi bu 1912-yilsi 1911 Manju hokimiyati ag'darilib, Kuomintang, Sunjongsan, Zhonghuamingoni qurgandan keyin shu mezgildan bu China degan bir ism shu mezgildan boshlab xalqaroda ishlatildi-ku, shu nima qo'y. To'g'ri. Agar keyingi kunga kelganda hamda bu nima Kuomintang ichki urushda Kuomintang mag'lub bo'lib, Gongsandan hokimiyat peshiga chiqqandan keyin Jiang Jiechi 2 million askarlar Tayvanga qochdi. To'g'ri. Gongsandan qolib qoldi. Keyinsi u mezgilda Tayvan nimada bor edi, shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotida. Ya'ni 1971-yilda siz yozgan maqolangizda Tayvanni nimadan BDTdan qo'g'lab chiqarib deb Jungo Kommunist hokimiyati BDTda uni o'rniga nima qildi. Mush haqida yozgan narsangiz mush vaqtda China degan bir narsaniki jug'rofiylik bir nom ekanligi, lekin uning aniq chegara nimalarni bekitilmaganligi mush to'g'risida to'xtalibsiz. Mush haqida texnik bir aniq bir nima qilib bersangiz, bu nima uchun masalan ilgari vazir Xitoylar deydi, biroq tarixdan tortib o'zining Jungolar nomini bog'lig'ini. Bizning nima qilgan cho'ng bir imperiya nima qilganligini da'vo qildi Xitoylarga qarasak, hamda siz maqolangizda bu da'vosi 1912dan tortib 1949 hokimiyatdan olinishi, undan keyin BDTdagi China nimasini qabul qilinishi, lekin buning territoriyasini bekitilmay yoki bir jug'rofik nom bo'yicha yoki hammasi nima bo'lib ketib Xitoy ishg'ol ostiga bizim Uyg'urlar, Sharq Turkistonliklar, Tibetlar, Manjular millatdan ashuna qaytib ketganligini buni yaxshi yozibsiz. Bu haqida bir tafsilroq bir tushuntirib bersangiz.
Bo'ldi bu ish biz uchun muhim bir tema deb o'ylayman. Bu temani bizga ma'lum China deb shu Google'ga bossaq, haqiqatan Xitoyning tarixi pek uzun bir davrga miloddan burungi davrlarga tutishidi endi. Lekin reallikqa qaraydigan bo'lsak, bu China degan bilan Cunha Xalq Cumhuriyeti yoki Cunha Mingo deganning hech qanday aloqasi yo'q. China degan so'z bilan. Chunki uningki inglizcha tarjimasi birsi Republik Cunha. Yana birsi People Republic. People Republic Cunha bo'lamdi, shunaqaroq bo'ldi. Cunha Xalq Cumhuriyeti People Republic Cunha. Bu Republik Cunha bo'ldi. Buni China bilan hech qanday aloqasi yo'q. Lekin bu yerda China so'zi qanday ishlatilib qoldi degan bir masala o'tirg'i chiqdi. Biz bu Manju xandonligi Xitoylar Manchinggo deydi-ku. Manchinggo deydi, Manju imperatorligi deymiz. Biz Manju deb ataymiz uni. Manju degan bir millat, u Xitoy emas. Lekin Uyg'urlar ko'pincha so'ziga vaqtida u Zozongtang bizning vatanga besib kirgan vaqtlarni Xitoy besib olgan deb madaq biraqlam ataydi, chunki Manjularningki oxirgi davrda haqiqatan Xitoylar bilan Xitoycha so'z tillarni, yoziqlarni ishlatib qilgan madaq bir ahvollar bor. Lekin Manjular tarixdan buyon Xitoyning tuvan ko'rib kelgan bir millat endi. Lekin Manjularning oxirgi davrda shu chet ellar bilan diplomatik aloqa qilgan vaqtida China so'zini o'ziniki chet elcha davlat nomi qilib ishlatibdi endi Manjularning oxirgi davrida. Burundan emas. Nemishki bundaq ishlatgan endi bu to'g'riliq men izinib baxmadim, lekin shundaq bir ishlatgan nemiz bor ekan. Ishlatsin deyapmiz hozir Manju xandonligining oxirgi davridagi Gomindang texnikasi bo'lmagan vaqtlar shunday. Yo'q. Shu vaqtida Gomindang bo'lmagan vaqtida, lekin shu vaqtlarda bu Angliyada Fransiya inqilobi 1790-yilmi, 1786-yil bo'ldi. Shundan keyin millatchilik qarshi va milliy kimlik bilan har bir millat o'zi paydo bo'lgan zaminda, ya'ni o'ziga mansub zaminda, qaysi zaminda millat bo'lib shakllangan bo'lsa, shu zamin shu millatdan bo'ladi. Shunaqmi? Masalan, biz Uyg'ur, biz hozir Sharq Turkistonda yashab, shu yerda paydo bo'lib, shu yerda yashab bir buyuk zaminda nima qilgan endi. Bizga tava bir zamin bo'lish kerak. Shunaqa zaminda o'ziniki mustaqilligini qo'lga olish har bir millatningki bir haqqi degan bir ideya tarqalgan endi shu vaqtlarda. Bu ideyalar shu Manju xandonligininki oxirgi mezgillarda shu Manjularga yetib kelgan endi. Hozirgi Xitoyga endi. Buni endi nima deb ataymiz bilmadim. Xitoy deb atsaqmi bir xil to'g'ri emasdek his qilaman, shaxsan men. Shu Manju davriga yetib kelgan endi, oxirgi davriga. Yetib kelgan vaqtlarda Xitoylardami millatchilik ideyasi qo'zg'algan. Masalan, Liang Qichao degan tarixchisi bo'lgan Xitoyniki o'zini Xitoy deb atagan va Xitoylarning tarixini tarixdagi Han sulolasiga bog'lagan, miloddan burungi o'g'illar bilan bir davrdosh. Shu Han sulolasiga bog'lab, biz o'sha davrdan buyon biz Han degan atalg'ini ishlatgan, Chinalar biz Xitoylar deb shu tarixni shu vaqtga bog'lagan. Andan keyin Manjular og'dirilgan vaqtida Manjularni og'dirish urushlariga hatto Uyg'urlarda qatnashgan ahvoli borki, hamma millatdan Galoxi to'g'riliq azroq shundaq bir masala bo'lgan ekan. Bu vajidan vaqtida Manju og'dirilgan vaqtida 5 millat, 5 cho'ng millat shu China degan territoriyadagi masalan Manjular, Xitoylar, Mo'ng'ullar, Tibetlar va Uyg'urlar. Uyg'urlar tarixda Xuy deb bundoq atalgan emasmi? Endi musulmonlar hammasini qutib Xuy deb kirgizayotganda kategoriyalashtirib vaqtida. Shu 5 millatdan bir birlashgan bir
davlat quramiz deb Junxa Mingo degan so'zmi shuningdan kelganda endi. Lekin bu narsa kelgandan keyin Liang Chixaoniki millatchilik ideyasi bu Junxa Mingo qurilishidan burunla Xitoy millatchiligi deganning ulini sap bo'lgan vaqt. Onundan keyin bu Sun Yat-senmi Saminjuyi degan Xitoy millatchilik ideyasini o'tirib qo'yib nihoyatda kuchab targ'ib qilgan va nurg'un millatlar hatto manjular ag'darilib ketgandan keyin hatto manjularmi o'zini Xitoy millatiga qo'shiyotganchu qo'rqib ag'darilgan vaqtida o'ltirilish bu narsadan qo'rqadiganday. Shuni ashunaq bo'lgandan keyin bu Xitoy millatchiligi nihoyat tez taraqqiy qilgan. Shundaq bir ahvolda Uyg'urlarningki ashlarga qaytilib ketishi, Uyg'urlarning ruxsatisiz, Uyg'urlarningki pozitsiyasiz ashundaq bir Junxa Mingoniki bir qismi deb qotib olganda, uninki qotilib ketishiga sabab bo'lgan narsami shu China degan so'z endi. Biz tarixdan buyon China, Uyg'urlar yashagan zamonmi China, Manjular yashagan zamonmi China, Xitoylar yashagan zamonmi China bo'lganligi uchun bu dunyoda hech qanday bir gumon bir narsaga sabab bo'lmagan vaqtlarda. Yani Uyg'urlardami millatchilik bu narsa Xitoylar va boshqa g'arb dunyosi qarg'oqda kechikib kirgan bizda millatchilik ilmi. Shundaqmi? Undaq bo'lgandan keyin bu yerda Xitoy shu China degan so'zdan foydalanib bu territoriyaning egasi bo'lgan bir masala mavjud endi bu yerda. Undan keyin o'zini Xitoy millatiniki Xitoy millati deb atmay, Xitoy millati deganni China deb Chinese deb tarjima qilgan. Butun dunyoga hozirgacha bu Chinese desa biz Xitoy deb o'ylaymiz. Lekin butun dunyo Chinese degan shu Chinaniki asosli millati, egasi China degan territoriyada shu Chineslar yashagan Chineslarningki tarixdan buyangi zamini deb qaraydi. Shu tarixda China deb atalgan zamin bo'lsa, shu Chineslarning bo'ladi. Shu u yerda bizni Xitoy Mongol dalasidan ko'chib kelgan Uyg'urlar desimi nima desa, gumon qo'zg'amaydi-da. Ashunaq bir dunyoviy siyosiy aldamchilik bor bu yerda. Shu bu China so'zidan shundaq bir qo'llangan. Endi 2758 nomorli qarordan burun bu China degan so'z shundaq qabul qilingan bo'lsa-mu, hatto Junxa Mingo bo'lsa-mu, lekin bu yerda bir jungo shu China degan yana hammasi shu Xitoylarning degan bir qarash bo'lmagan va undaq bir qaror xalqaro jamiyatda chiqarilmagan. Masalan, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti uni qabul qilgan emas. U vaqtida men qarasam, u vaqtida yozilgan asarlarmi bor ekan, chet elliklar yozgan. Agar shu vaqtida shu 1971-yildan burun biror davlatlar mush ishni bayqab, Xitoyning China degan so'zni suiiste'mol qilganini, siyosiy aldamchilik qilganini. Agar mushu millatlarga ega chiqib, mundaq mustaqillik davosini millatlar Chinese emas bular, bu China deganni mundaq emas, bu bir millatning nomi emas, bu bir jo'grafiyalik nom, bir davlat bo'lmagan tarixdan buyon Chinada bir davlat bo'lgan emas degan bo'lsa, bularda yana asroq bir bo'shliq xalqarada to'xtab turib, bu rost bu China degan nomni bular suiiste'mol qildimi degan narsa kelib, bu yerda xalqaro darhol bu Chinese deganni qabul qilgan bundaq bir ahvol yuz bermaydi ekan to'qindi. Ashunaq bir ehtimollik bor ekan 1971-yildan burun. Lekin 1971-yili bilsiz, bu so'g'uq urush mazgili toz avjiga chiqqan mazgil davr hamda u. Kissinger 71-yili 2-oydami boradi. 10-oyning shu yili 10-oyning 25-i Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kirib, Xitoy Xalq Jumhuriyati, Junxa Xalq Jumhuriyati Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kirib, Tayvan chiqarib etildi. Endi bu yerda Tayvan chiqarib etildi degan vaqtda har ikkilisi bu yerdami xalqaro nomi ularning davlatiniki. Junxa Mingoning xalqaro nomi China. Junxa Xalq Jumhuriyatimi China degan nomni ishlatgan. Bu yerda ikkisining Junxa Mingo yoki Junxa Mingo bu nomni ishlatish emas, bu nomni tanlash emas. China degan nomni tanlashganligi uchun ham hech qaysi voz kechmaganligi uchun BDTda China degan nom bir davlatga vakillik qilish kerak degan narsa bilan Junxa Xalq Jumhuriyati Kissinger bo'lgandan keyin bu so'g'uq urushda Sovet Ittifoqini tashlab Amerika bilan hamkorlashishga kelishdi emasmi? Kelishgandan keyin, andan keyin Xitoyni kirgizib,
Birleşken Devletler Teşkilatı'na. O yerda bir Jungo kelişimi deydigan aştaq bir qararını çıqırdı. Bu qarar bu China atalgan ziminlarnınki hemmisi şu China degan davlatniki. Bu davlat kimning bo'lsa, u vaqtida mayli Junha Mingo Junha Xalq Cumhuriyeti'ni birlikka keltirsin yoki Junha Xalq Cumhuriyeti Tayvanni ilib Tayvanni birlikka keltirsin. İkisi birleşip bir China bo'ladi. China degan territoriyadagi hamma ziminlar mushu China'ning bo'ladi degan narsa endi. Ashtaq bir qaror. Bu qaror bilan bu Uyg'urlar yashagan ziminmi China. Shunaqa Tibetda yashagan ziminmi China, Mo'ng'ullar yashagan ziminmi China, tarixda shuna China atalgan. Masalan, men bir vaqtda bir maqola chiqardim, Abdushukur Muhammad Emin bizningki dаңliq filosof. U odamniki bir narsani men o'qib beray. Masalan, Chin va Machin atalg'usiniki nima jug'rafiyalik ufqum doirasi degan maqolasida mana bir qancha nuqta bor deydi. Chin va Machin iborasi ulug' olim Mahmud Qashqarning Turkiy tillar divoni nomli kitobida mutafakkir olim Yusuf Xos Hojibning Qutatg'u bo'lish dastonida, mashhur shoir Alisher Navoiyning dastonlarida, Lutfi va Zalili qatorliq shoir adiblarning g'azallarida, Nizomiy, Firdavsi, Xisrov, Dahlifi, Hacı Gelman qatorliq Paris klassiklarining dastonlarida, o'tir asr arab sayyohlari va tarixchilarning kitobida, Nariyan va Budizm dasturlarida umumyuzlik qo'llanilgan deydi. Birinchi xil qarashda Chin va Machin chet elliklarning China degan so'zi bo'lib, to'g'ridan to'g'ri butun tarjimasi Jungo degandan iborat. Bu atalg'u aslida milodiyadan ilgari Chin Shuxanning o'tir tuzilmasidagi urushqoq bagliklarni birlikka keltirishdan keyin qurilgan Chin sulolasining nomini o'ziga manba qildi degan ko'z qarash. Bu qarashda China atalg'usining hozirgi tarjimasi Jungo degan chala tushuncha bilan Chin sulolasi va Chin Machin atalmalarni aralashtirilish ahvoli ko'rilgan deydi. Yana birisida ikkinchi xil qarashda China iborasi Chin Shuxan bilan emas, balki Qing, ya'ni Manju sulolasining maydonga kelishi ham Ispaniya, Portugaliya va Buyuk Britaniyaning Qing sulolasining ta'sir doirasidagi rayon Hindi, Chini va Jungo bilan bo'lgan savdo munosabatlari va kelishimlar bilan bog'langan holda xalqaro iste'molga kirib keldi degan qarash deydi. Lekin Mahmud Qashqari degan kitobniki, Mahmud Qashqarniki Turkiy tillar divonining 1-tom 592-betda Tavg'ash iborasiga mundaq 3 turlik izoh berilgan deydi. Birinchisi Tavg'ash Machi elining nomi. Ikkinchisi Tavg'ash turklarning bir bo'ligi. Uchinchisi Tavg'ash buyuk va qadimiy narsa degan ma'noda deydi. Mahmud Qashqari Chinni 3ga ko'rsatgan deydi. Ya'ni yuqori Chin Tavg'ash, o'tiri Chin Xitoy, tuvan Chin Qashqar. Bildingizmi? Bizning Qashqarmi China hisobda. Ondan keyin 19-asrda Eli vodisida yashagan talantli shoir Molla Bilal bin Molla Yusuf tarixiy dastoni G'azot dar mulkil Chin, ya'ni Chin yerdagi muqaddas urushda Eli vodisini mulki Chin deb atagan. Bu mulki Ajam va mulki Xutan deganda odat xarakterlik atash albatta. Ulug' shoir Navoiyning Farhod Shirin dastonida yoritilgan Chin shahzodasi Farhodning obrazi bizga hargizmi hozirgi arab, faris va turk tillarida Jungoni Chin deydigan pokit tufayli Jungoning shahzodasi bo'lib qolmaydi. Ya'ni Xitoy shahzodasi emas, u Farhod degan, shunaqa. Lekin uni Chin shahzodasi deb atagan. Navoiy Farhod Shirin dastonida Chin shahzodasi Farhod deb atab ekan. Endi mushundaq qarashlar borda endi. Anadaki Xitoyniki tarixchisi Zhang Hunyan efendim Shahnamening Xanzucha tarjima nusxasida Chin atalmasi Jungoning g'arbiy shimolidagi tarixda Turkiy xalqlar hukmronlik qilgan rayonni ko'rsatadi. U Jungoning ichki o'lkalarini ko'rsatmaydi deb eslatgan Xitoyning tarixchisi degan gap. Ya'ni China Chin degan gap bizning ziminlarimizni ko'rsatadi. Hargiz Xitoyniki ichki o'lkalarini ko'rsatmaydi. Şu Abdushukur Muhammad Emin efendimninki nemisida bu narsa aniq ko'rsatilgan. Ya'ni u odammi bunda xulosa chiqargan. Ya'ni meningcha hozirgi ingliz talaffuzidagi China iborasi yaqinqi zamon tarixidagi Jungoni ifodalaydigan ibora bo'lib, hozirgi China deydi. Bu Manjular qurgan Qing sulolasining nomi ostida maydonga kelgan.
Uningda ilgari Jungo tarixida o'tgan har qaysi davlatlar yoki sulolalar o'zlariga xos va bir davr ichida qo'llanilgan nom bo'lib, butun Jungo hargizmi izchil yo'sinda bir sulola nomida atalgan emas. Ya'ni China deb atalgan emas, butun Jungo deydi. Hozirgi territoriya uchun. Shu mushundaq bir isbotlar ostidami Xitoy butun territoriyani China degan nomni o'z qo'lga olganda millat nomi ham millat nomi qo'llanish orqali qilib olish orqali butun China degan territoriyaniki egilik huquqiga erishgan. Shunga 2758 nomerlik qaror buni qonuniy asosga erishtirgan xalqarada. Yig'ib aytgan 2758 nomerlik qarorning nimasi Gomindan nimasi chiqarib shunaqa. Yani Xitoyning ekirdi, yani shu ism o'z paytida Chinagasini shu paytda qo'llandi, 12 nimasi geografik nimasi hamma narsa o'z şeyiga olib ketdi deb. To'g'ri. Hamda qarindoshlar hozir va Osiyo xonim birmuncha klassik kitoblardan Mahmud Qashqardagi Turk tillar divani, undan boshqa yozilgan bizning klassik asarlardan Xitoy tarixchilarining nimalarini misol keltirib, mana so'zlab tushundiydi. Navar buni qatilmaygan fikrlarini olib qolsa, o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Yana mana videoni oyoqdan kesib, bashaqlab to'rdalikqa nim bo'lgan ichki jidal majra bo'lgan ishlar nim bo'lmasin, deb qo'yay. Chunki men bu yerda bir riyosatchilik usubi bilan Osiyo xonimlik tayyorlab kelgan narsani savol chiqargan asoslarda eparavat men bu yer munozara qilmadim, faqat bu maqolani texnik yaxshi bir chunqurlab, xalqimiz bir tushunib baqsin. Çünkü ben kitap bu bakalım çıkarttım okup çıktı mesela nurgulgan mezmunlu var ki. Hemen tarihçi emas tarih noktasını bıraklar ki onu avdırıp bunu nem kıldıgan var. Çünkü ben sal şekilde kedip atıp bunu doğru düşünüyorlar. Anın kendin siz hazır diyen gepimiz boğan şu da boğanda bu China diyen nemesini ikkine Çin ustalasındaki ahırkı mezgilde Manchu Xandalık ahırda bu asla oturgu çıkıp yani bütün dünya kemip etkende bu xalqaranın ki bunu aşpet kubul kılışı bu xalqaranın mesuliyetsizliği bu işgalde devletinin ki bunun karşı bir narazı bildirme, jim sükut tutuverishini bu qanday tushunsangiz mush to'g'rilar emasmi ko'rgan nimalarimizga asosan bir qiyos tafakkurlarimiz bormi? Vaqt o'ylamoq. Buni xalqaro mas'uliyatsizligi deb atadim men maqolamda. Butun dunyo, ya'ni xalqaro jamoat mushu mas'uliyatsizlik sababli Uyg'urlar qarzda. Bu China degan bir cho'ng atalg'u nima deymiz buni bu nomninki tariximi necha ming yil. Endi bir millat bo'libmi mushu millatchilik asosida davlat qurish moda bo'layotgan bir davrda bu China so'zini ashundaq bir yo'g'on territoriyani hatto bir qit'adak yo'g'on desak bo'ladi endi. Xitoy hozir egallab olgan territoriya. Masalan, Manjular bor, Mo'ng'ullar bor, Tibetlar bor, Uyg'urlar bor. Bu necha xil millatlar bor. Bu millatlar bu Chinese bo'lib ketmay, qandoq bu zaminda Chinaning ostida yashadi degan savol kelish kerak hech bo'lmaganda, lekin undaq narsalar bo'lmagan endi. Bo'lmay shu paytda qabul qilgan, shundoq deb atagan, mana hozir bir asrga yaqin bo'lib qoldi. Atalmış Xitoy deb atagan millat uni xalqarada Chinese deb tanıydi. Lekin tarixda Chinese deb millat bo'lganmi? Yo'q. Faqat China degan territoriya, geografiyalik nom bo'lganligi uchun bu Chinese degan millatning borligi birligi haqiqatga aylanib qoldi-da. Hozir endi mana shu Xitoylarningki nimasini siz jiq ko'rasiz Twitterlarda. Masalan, shu qo'mishlar namoyish qilish jarayonida bu eng oddiysi shu 12-ayning 10-ayning 11-ayning 16-kunda Sharqdan Cumhuriyet kuni xotirlash faoliyatida Uyg'urlardan boshqa Xitoy demokratchilarininki vakili keldi. Undan boshqa Kantoniya, Guangxi Guangzhou avtonom rayoniniki, uning Jindölikdagi bu Shanxi mustaqilligini qo'llaydigan, Yunnanlik keldi, Guyjuliklar, ular Guyju o'lkasining mustaqilligini qildigan. Ondan başqa işlaqlı bir 7 grup Xitoyga qarshida bular kilikli uzunning yog'i bilan faoliyatimiga qas keladi. Buralar to'g'ri taqdoti bu narsalarni. Hatto o'sha kelma haqidaymi. Mal biz chiroyga qarasak Xitoy hammasida o'xshash Xitoylar chiqarib farq yo'q. So'z deganda kanton tilida paranglashlikka boshqalar Xitoycha paranglashida bularning nimasi. Ya'ni bizning Uyg'ur hammasi qarabli bilan o'sha
Abdurim Xitoyni yig'ib atrofiga deb manda bir xato bir qarashlar bor. Lekin bular biz Xitoy deganlar bu o'zini Xitoy demaydi ekan. Hatto Twitter'larda bor. I am not Chinese deb cho'shlar o'z yozdi. Men Xitoy emas, Xitoy millatim emas, Xitoy bilan davlatni besib olgan. Kanton millati, men Jin davlati, men yana bir davlat bularni Xitoy 56 millat bo'lgandan keyin bu 56 millat pach-pach o'zlari işte mustamlikasini qutlashga bular o'zimizning mustaqillikni asli keltiramiz deb hatto mustaqil xitobnomalar e'lon qilganlar bularni Twitter'larda. Siz buni mislikini. Ana keyin bu qatim Cumhuriyetning ekkaganlarni yo'q shu 2 metrlik qilib shu xaritam birini besib chiqib etkatdi bular. Shu Xitoy o'zining territoriya deb shu nim qilib olgandan hammasi o'zining pach xaritalarini qo'yib, hatta bayroqlarini nimasini qo'yib, aningga no more China debchi, Xitoy yo'q debchi ham ularni. To'g'ri. Yo'q bu narsanikini. Bu biz qasddan nim qilib olgan deb hozirgi bularning ideyasiga qaraganda bu Xitoyga davlat yo'q zot deb azalda biz qabul qilmaymiz deb manda guruhlar chiqyapti-da buningga. Da bo'lganda hozir bularniki hamda men bekkel izchillar paranglashib ketmadim, lekin shu bularlar mening o'rtaq nuqtam hammamiz Xitoyniki mustamlika ostida. O'rtaq tushunimiz Xitoy bo'lgan bo'lg'achqa bularlar biz dam maydoni billa Xitoyga qarshi harakat qilyapmiz. Bular qo'llab keladi, faoliyatlarini chaqiraman keladi, bular qilqas menim chaqir degandek-da hamda bu narsa. So biz yig'ib aytganimiz hammamizni o'zimizni Tibetdan Janubiy Mong'oliyaliklarnikini qarayotganimiz ma'qul shaklida biz boshqa millatlar undan ularning chirasi Xitoyga o'xshamaydi-da. Qolgan Xitoyga o'xshagan hammani bir xil bir taraqa aytayotganmiz-da bu narsanikini. Bu yana bizniki siyosiy strategik bir kamchiligimiz bu sizcha? Kamchilik deb o'rtaq nimani Xitoyga qarshi o'rtaq kuchli abadsiz degandek nurg'ilgan millatlar bor-da, hamda biz buni chiroyli qarasak shunda. Lekin bularniki qilgan strategiyasi Xitoyning butunlay parchalab chiqib ketishda, hamda bizning mustaqillikni asliga keltirish. Ular qaragan magan umidlikda, chunki qanday bizning davlat qurganimiz rost, yaqinimizda bayrog'imiz bor, davlat marshimiz bor, geografik o'rnimiz muqim bizniki. Hammasimiz bor, aqto'saq chiqdi, lekin malaning aqto'simi bir narsa chiqmaydi ekan, lekin bular o'zining yangidan tarixdan ashlar yozish orqali torbatlarni qilib yo qandaq aqto'sa chiqadigan bir narsa qilyapti-ku bularnikini. Davon mushtabilan billa hamkorlashib billa harakat qilish qanday qaraysiz? Hamkorlash harakat qilsak bo'ldi. Chunki dushmanimning dushmani do'stimiz deydigan biri gap bor, shunaqku. Masalan, Ikkinchi dunyo urushida mana sobiq Sovet ittifoqi bilan Amerika ikki xil ideologiyadagi hozirgacha nima deymiz, oxiri Sovet ittifoqining parchalanishi bilan tugadi ularning ichidagi jidal. Shunaqku, birisi yo'qab, andan keyin oxirlashdi. Shundaq bir dushmanlik bor turibmi? Ya'ni fashizmga qarshi urushda ikkisi hamkorlashdi. Shuningga chuqur hamkorlash kerak. Hamkorlash qilib bo'ladigan kuchlarni atrofga to'plash kerak. Ondan keyin bizning masalamiz undaqligi bak murakkab masala emas. Bu masala faqat yolg'onchilik ustiga qurilgan bir cho'ng dunyoviy siyosiy aldamchilikning mas'ulichi bizningki mustamlika ahvolimiz. Shu bu narsa aydınlaşış kerak xalqarada. Məsələnin yıldızı aydınlaşsa, səbəbi aydınlaşsa, andan keyin məsələni həll qılğılı oldu. Şu yıldız aydınlaşış kerak. Həqiqətən Xitoyniki hozir Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti deb chiqarib olgan xaritasiga qarasangiz, u yerda bir parchami zaminda mayada tarixdan buyon Xitoy deb bir millat paydo bo'lib yashab mustaq shakllangan degan bir parcha zamin yo'q. Hammasi o'sha millatlarniki. Cho'ng millatlardan biz bor, Tibetlar va Mo'ng'ullar va yana Tungan, Guangzhoular va qolgan zaminlardami hech Xitoy degan nimalar yo'q. Hatto men bu jihatlarda bak qiziqib tarixlarni ko'rman o'zim, ham ko'rdim. Ba'zan qiziqarli mazmunlarni bayqadim. Masalan, biz ishlatgan Xitoylar ishlatgan Xitoy yeziqi, Xitoy tili. Bu Xitoy tili, Xitoy yeziqi deydigan narsa emas ekan, bu. Tarixda bu Xitoylar o'zimi qabul qildi ekan uni. Shu Oltay tig'idagi choruvchi millatlar ijod qilgan til deb. Buning tarixi.
Siz qarasangiz mana bu Yaponlarninki yazıqı, Koreyalarning yazıqı Altay til sistemasiga kirdi. Altay til sistemasiga kirmiş Yapon, Koreya tilichi. Andan keyin bu Xitoy tilimi shu Altay til sistemasiga kirdi ekan, lekin ular biz kirmaymiz deb turib oldi ekan, lekin kirdi ekan-da. Uning yiltizini tadqiq qilgan vaqtida buniki shu Turkiy millatlarning tili ekanligi mana oshkorlanib chiqadi ekan. Shu bu bizning ajdodlarimiz tarixda bu tilni ishlatgan bo'lsa, mushu tilda yozilgan tarixlarmi bizga mansub tarixlar bor uning ichida. Shu bu butunlay Xitoyning tarixi degan bo'lmaydi. Masalan, tarixda Xitoyniki faxrlanadigan mana shu Tangxuadaydi, Tangxuasdan faxrlandi. Hamda u Tangxuasniki mutlaq ko'p qism xalqlari Hunlar ekanligini o'zimi tan oldi Xitoylar. Masalan, Tangxuasniki ikkinchi podshosi Li Shimi, opasimi ayoli Asina degan. Bu Turkiy qabilalaridan nima qilgan bir ayol hamda. Ashtaq ahvollar ko'pda, masalan, tarixda shu uch podsholar haqida qissa degandiki, shu asarlardagi shaxslar, masalan, Sao ne deydi? Sao Xitoy emas. Shu Hunmi shunaqaroq bir millat hamda. Uniki ariq ko'rinishi qarasangiz. Xitoy tarixidagi nurg'un danglik shaxslar bor. Chinxuani boshlayotgan turk millati ekan Chinxuan. Chunki masalan, men shu Mogol xudayimiz va Dunxondagi bu menga o'xshaydigan bir tosh o'nkirgan, tosh o'nkir. Ashnaq yerlarga kirgan, men o'zimning kasbiy sababli jihyalarga borgan kuchadagi. U uylardagi nima deymiz, tam rasmlari, andan keyin haykallarga qarasangiz, ular hammasi bunday qo'shqapoq, burutliq, hargiz Xitoyniki chiroy aloyidligi gavlangan emas u haykallarda, tam rasmlarda-chi. Shu uninga qaragan vaqtingizda bu kimni o'rnak elib yasagan narsalar yoki sizga rasmlar deb undaq narsa keladi qolingizga, savol keladi. Shu bu tarix bizniki qadimqilarda gap bor-ku, tarixni kuchliklar ojizlarning dumisiga yozdi deb. Shu vatansiz qolgan vaqtingizda o'zingizning egalik huquqidan ayrilib qolgan vaqtingizda sizniki tarixingizni o'tirg'a elib chiqishingiz asosiyati mumkin bo'lmaydi. Balki o'zingiz bilsangizmi, uni dunyo e'tirof qilmasa mumkin. Davlatingiz yo'q, huquqingiz yo'q, hech nimangiz yo'q. Sizning dunyoni qoyil qilgan kuchingiz yo'q. Sizning ustingizdagi mustamlikachi bu tarixni o'zgartib yozishi mumkin. O'zgartib dunyoga taqtishi mumkin. Xitoy shunday qilyotdi. Hozirmi qilyotdi? Masalan, Mongoydagi rasmlarni Xitoy tarixi bilan bog'layotdi. Budda dini tariximizni, Budda diniga e'tiqod qilayotgan qilgan davrdagi tariximizni Xitoyning tarixi deb uch qashqara Xitoylar yashaydi, buddistlar yashaydi bu Shinjongda deb yozadi. Shunday filmlarni ishlayotdi. Buddistlar yashaydi, Uyg'urlar shu Mo'ng'ul dalasidan ko'chib kelgandi. Bu yerda yerlik indigenous xalqlar, indigenous deb qoldik, kechiring. Unda xalqlar yo'q, bu yaniki indigenous xalqi Xitoylar degandek-chi. Xitoylardi, buddistlardi, ular hargizmi Uyg'urlar emas. Uyg'urlar shu Mo'ng'ul dalasida yashagan ashadi paydo bo'lgan. Bu yerning yerlik xalqi emas deb tushuntirdi hozir. Nurg'un nimalarda. Hozir texnik tarixni o'zgartirdi endi. Bu shunaqa masala. Endi yana bir savol kelib qo'yaylik. Sizga maqolangizda Ahmadjon Qosimov ilmiy va aql masalasiga bir ma'lumotlar bor. Endi hozir Ahmadjon Qosimniki bu aeroplan voqeasida Ahmadjon Qosim qatorliq 17 odam bor, ular mislekin. Aeroplan voqeasi haqida endi biz bu aeroplan voqeasini bir sirliq ekanligiga ishonmaymiz. Bu suiqasd. Ahmadjon Qosim keyingi qadam vaqtlarda 1980 yil yasha boshladi, o'lib ketgan degan har xil gaplar bor hamda. Ana bu Sovetning arxivlarida bu narsa oshkorlanmadi. Ba'zi yozilgan kitoblar bor, xonozirlik kitoblarda uningda boshqa shakllarda yozildi. Deb buni. Bu maqola bilan tilga olibsiz bu narsalarni. Bu bir narsalar oyat siz Xitoycha materiallarni jiq ko'rasiz. Twitterlarni ba'zi vaqt mushtaq to'g'ri nimalar qilib qoldi. Bu shu haqda o'xshamagan manbalar qanday bir usullar bor.
Bu to'g'riliq o'xshamagan manbalar haqiqatan jiq, lekin bizga eng muhim bo'lgan narsa bu Nabiy akam yozgan kitob. Bir misal siz Qani men ko'randimi? Ko'ranmaydi ish. Onu ko'raman da. Bu Uyg'ur umumiy tarixi. Buningda nihoyat yaxshi isbotlari bilan yozgan. Mushuni ko'rish kerak. O Ahmadjon Qosimning masalasida. Undan keyin men bu yerda ozroq so'zlab o'tib ketay. Ahmadjon Qosimlarning o'limi haqiqatan bir odamni gumonga soladigan bir o'lim. Lekin buningda zodi Ahmadjon Qosimni Xitoy o'ldirdimi yoki Stalin o'ldirdimi bu to'g'riliq bizda hech qanday bir isbot yo'q. Shu bu to'g'riliq hech qanday bir narsa deyolmaymiz. Lekin bu yerda bu Nabiy akam yozgan kitobda bor ekan. Ahmadjon Qosimi shu Stalin Xitoylar bilan so'zlashsan, Beijingga berib kelishim tuzsan, nima qilsam shu Xitoy bilan nima deymiz endi. Masalan, Sovet İttifaqı, sobiq Sovet İttifaqı, Qozog'iston Cumhuriyeti, O'zbekiston Cumhuriyeti deb Cumhuriyet sifatida ittifoqdosh jumhuriyatlarni qurdi shunaqa. Endi Ahmadjon Qosim qatorliq rahbarlarimizmi endi biz Xitoyning ostida bo'lsakmi, Xitoyning kontroli ostida bo'lsakmi, shunday bir jumhuriyatlar bo'lib qolsak ekan degan narsa bilan bir qism talablarni o'tirg'i qo'ygan va loyihasini tuzgan bir tarixlar bor ekan. Shuningga Beijingga borgan vaqtidami balkim shu loyihani Mavzun qatorliq Xitoyning rahbarlariga sunib to'g'riliq so'zlashmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu sababdan o'tirgan bo'lishi mumkin deb men shaxsan shundayroq tasavvur qildim, lekin bu mening qarashim. Bu tarix buni isbot bo'lmay turib, tarix to'g'riliq hech kim andaq deyamaymiz. Biz faqat farzimizni shu vaqtlardagi siyosiy muhit, Uyg'urlarningki vaziyati, masalan, u vaqtida Uyg'urlar nihoyat kuchli holatda Xitoy Gomindangni, masalan, Manas daryosidan Urumchiga 150 kilometr shu orliqdan Gomindangning bir necha batalyonlar qolib qoldi ekan, butun yo'qotib. Endi Urumchi Kaslama Gomindang ustida ozod bo'ldi vatan. Shundaq bir nuqtaga kelib qolgan vaqtida Stalin to'xtatqizgan, ham Uyg'urlarni to'xtamiz amal yo'q, chunki Stalin u yerda Stalinning kuchi bilan qurilgan davlat, Stalinning kuchi va qo'ral bor, hamma narsa bor. Ma tarafda Xitoyni qo'llaydi Stalin, Xitoy tarafga o'tdi. U vaqtida Uyg'urlar u yerda to'xtamagan holatdami yo'qotildi da, u yerda Uyg'urlar tanlash yo'q deydigan huquq yo'q u yerda. Bo'lmasa, shunaqa huquq bo'lgan bo'lsa, bular cho'qim oldiga ilgarilatdi. Lekin shu vaqtdagi tarixiy vaziyatni ko'rsak, u yerda Uyg'urlarga yo'q deydigan hech qanday bir yo'chiq qoldirilmagan. Ya o'lsa yo'qaysan, yo'q desang o'lasan, ha desangmi, ha desang qolasan degandeklar shunday bir olqiga akab qo'ygan endi. Shunaqa bo'lgandan keyin bular bo'pti deb, lekin Beijingda shu Xitoy bilan shu Sovet ittifoqidek bir ahvol bo'lgan degan nuqtada so'zlashmoqchi bo'lgan, lekin Beijingga borgan vaqtida ayblon vaqasida o'lgan. Bu yerda yana bir nuqta bor ekan, bu Nabiy akamning kitobida bir Xitoy tarixchisining aslimasida deyilganmi, to'g'ri esimda qolmabdi, lekin mazmunida Mavzun bilan kurashtirgili avatgan bir Stalinninki bir vakolatchisi shu Ahmadjon Qosimlar uchishdan burun Mavzun bilan ko'rishib, bu osonliq millatlarga faqat avtonomiyani beringlar, hargizmi mustaqillikqa nima qildigan bunday jumhuriyat shaklidagi bir bermanglar deb shuni alayda topilagan ekanchu. Shu shuni desam, Mavzun pek kulib ketdi va xo'shib ketdi. Uning chiroyidimi hech kimga mustaqillik beradigan bir nima yo'qdi deb shunaqa yozgan ekan u xotirasida shu odam endi, shu Stalinning vakolatchisi. Shu nuqtadan qaragandimi, buningki bir tasodifiy bo'lib qolgan voqea emas, balki shu vaqtlardagi butkul tarixga shohid bo'lgan va dunyo vaziyatini tushundigan, ammo Stalinmi
Ahmadjon Qasımla birə şərtni o'tirib qo'ygan vaqtida uni rad qilishga bir nima bo'lmagan ahvol aslida balkim o'lim eng yaxshi tanlash bo'lishi mumkin deb qaragan bo'lishi mumkin mening qarashimcha. Lekin ham haqiqiy ahvol qandoq biz bilmaymiz uni. Ahmadjon Qasımlarning o'lib ketgani u to'g'ri. Ahmadjon Qasımlardan keyin Sayfiddin Aziz bilan bu avtonomiya qurish, avtonomiya berish degan narsalar kun tartibga kelib Xitoy bizni elib oldi. Endi xalqarada bu millatlarniki o'z taqdirini o'zi belgilash degan nemasi bor emasmi? U Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnomasiga kirgizilgan bir narsa hamda bir prinsip. Har qanday millat o'zining taqdirini o'zi belgilash kerak degan. Xitoymi shu vaqtlarda bu o'z taqdirini o'zi belgilash bizniki Uyg'urlarning orasida bir munozara bo'lib ketgan shu vaqtda bizning oramizda ichki jihatda mustaqil bo'lish, tashqi jihatda o'z taqdirini o'zi belgilash yoki ichki jihatda o'z taqdirini o'zi belgilash deb. Bizniki Uyg'urlarniki shu ahvolni ichki jihatda o'z taqdirini o'zi belgilash deb bekitib ekan shu vaqtda. Ahmadjon Qasımlar o'lib, Sayfiddin Aziz avtonom rayonni qabul qilib qilgan vaqtni ichki jihatda o'z taqdirini o'zi belgilashga kirdi deb shundoq qaraydi ekan hamda. Rahmat. Endi shu aeroplan voqeasi haqida men shu kunning oldida bir narsa Facebookda hammaharlab qo'ydim. Bu narsa men yozgan narsa emas. 2013-yilda Vataniy ajdod deb bir torbat bordi. Siz men Vataniy torbatga chiqardim. Yaxshi maqollar qilib saqlab qo'ydim. Shu mezgilda men Facebookda uchrab o'tganmanda. O'sha Ahmadjon Qasımning sirliq o'limi va aeroplan voqeasida navbatdagi logik analizda bu nurg'un taraflardan analiz qilibchi. Tajriba patologik analiz deb qaraymiz. Nimalar asosan jasad nimalar asosida hamda. Boshqa shakl shu qadar tafsili odamning o'ylab baxmagan nimalarni qiyos qilib, ana kelima Sayfiddin Azizning yozgan umr dastoniniki Batsallardan tortib, shundan qilganda hatto Sayfiddin Azizning ashyolik Bayqal atrofidagi shu aeroplan bilan Rossiya mavzusi bilan bo'lganda yanaşlar ashani ko'rib o'tgan nimalari, asha ustida analizlarini yaxshi shaklda o'tirib qo'yapti-da narsalar. Cho'q o'rmonniki kuyib ketishi, lekin aeroplan tushib, shuni 20 metr jiroqlikda Abdukarim Abbosning jasadi faqat 5 nazarda qon chiqqan, qolgan jasadning hech qanday bilim bo'lmaganlarni qaraganda bu saxta maydon ko'rinishi deganda hamda nurg'un qiyosani o'tirib qo'yib yozibdi. Buni yozgan avvalning ismi Attila kim bilmayman. Lekin haqiqatan bir qimmati va bir maqola ekan. Qiziqishlar o'qib baqsanglar bo'ladi. Unda bilayman suhbatimizning oxiriga kiraylik. Yana bir nuqta hamdaki o'z taqdirini o'zi belgilash haqida maqolangizda yaxshi tilg'absiz. Albatta o'z taqdirini o'zi belgilashninki ichki o'z taqdirini o'zi belgilash sirtqi jihat o'zi belgilashganda mutlaq bir narsa nimalar bo'lindi ekan. Bu jihat sizniki o'ylaganlaringiz bir o'rtoqlasha olasiz. Bu jihatda men iznib baxtim. Endi millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash har bir millatga qartilganchu. Har qanday millatniki o'zi paydo bo'lgan millat bo'lib shakllangan tuproqida o'ziniki siyosiy taqdirini belgilash haqqi bor deb Birlashgan Davlatlar Tashkiloti shu Yalta yig'inidan keyin qurilib, dunyoning kun tartibi bekitilgan vaqtida ashuna nizomnomasiga shundoq kirgizilgan ekan. Hamda ko'pincha ahvollarda millatlarniki o'z taqdirini o'zi belgilash ichki qismda o'z taqdirini o'zi belgilash bu ko'proq qabul qilingan ekan, lekin tashqi jihatda o'z taqdirini o'zi belgilashdan misollarni aytib ko'pgan, masalan Kosovo masalasi, Iroqmi shu tashqi qismida o'z taqdirini o'zi belgilashgan ekan, masalan Isroilning davlat qurishi, Falastinning davlat qurishga qaror ilinishi degandek yana nurg'un misollar bor ekan. Anda ichki jihatda o'z taqdirini o'zi belgilash bo'lsa, masalan Kanadaning Quebeclarninki avtonomiya bo'lishi, Kataloniyaningki avtonomiya bo'lishi. Buningki farq nima degan vaqtida agar davlatlarda millatlarning huquqi barobarlikka ega qilinib, kapolatga ega qilingan ahvol ostida bu shu amal bor ichki jihatda o'zining taqdirini o'zi belgilash, ya'ni o'zining siyosiy huquqi, o'zining millatini saqlab qolish haqqi kapolatga ega qilinish.
mushu bo'yicha hal qilinsa deb mundaq qabul qilingan. Agar mushunaq hal qilinishga imkoniyat bo'lmagan vaqtida Kosovolarnikidek, masalan, Kosovo irqiy qirg'inchilik qilamiz degan vaqtida xalqaro aralashdi, mustaqillik e'lon qildi. Shunaqa uni hozirgacha BDT qabul qilmadi, Serbiya u qabul qilmadi, Rus qabul qilmadi, Xitoy uni e'tirof qilmadi, lekin Yevropa ittifoqi e'tirof qildi. Yevropa bilan diplomatik munosabat o'rnatdi, yana hozir mustaqil holatda yashab ketaveradi. Lekin Kataloniyaniki bo'lsa, Kataloniya Ispaniyadek bir demokratik bir davlatda. Shunaqa masalan, Skotland Angliyaniki nemisida. Bu har ikkisi demokratik bir davlatning ostida bularning hamma huquqlari, hamma ehtiyojlari barobar nimaga ega, o'ziniki tuprog'ini mustaqil yuqori avtonomiya bilan boshqarib ketaligindi. Faqat iqtisodiy bo'lsak yoki mustaqil bo'lish ehtiyoji bilan mustaqil bo'lishga bilet tashlab qilgan, lekin buningda bu mustaqillikka qabul qilinmadi. Mushtaq ahvol ostida qabul qilinmaydi deganimda, ishki jihatda agar haq huquqlarning kafolatiga ega bo'lsa, bu yerda xalqaro tartibni buzib, hamma millat, chunki bir davlatning ichida har xil millatlar yashashi mumkin. Shunaqa, masalan, bizning Gollandiyada necha xil qanchalik millat bor endi. Agar u millatlar ko'payib ma'lum nisbatga kelgan vaqtida avtonomiya olamiz desa, avtonomiyadagi biz mustaqil bo'lamiz, u davlatlar parchalanib tugaydi-da endi. Agar davlatlar demokratik bo'lib, millatlarning haq huquqlari kafolatga ega qilinib, hammasi o'xshash barobar huquqlardan bahramand bo'layotgan bo'lsa, u vaqtida xalqaro qonun buni qo'llamaydi ekan. Faqat haq huquqingiz daxl tarzga uchirgan ahvol ostida, sizniki huquqingiz kafolatga ega qilinmagan ahvol ostida tashqi jihatdan deb o'zingizning taqdirini o'zingiz belgilayman desangiz, vaqtida bizning masalamizmi? Bizning masalamiz nurg'un jihatlarda mustaqil bo'lishga butunlay uyg'un bir masala. Faqat Xitoy bizning ustimizga propagandani nihoyatda kuchli olib beradi. O'rnatgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyning qo'llovchilari bizning qo'llovchilarimizdan yuqori nisbatni egallaydi. Shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bir demokratik organ bo'lgani uchun har qanday masalani belat tashlash orqali ko'p sonliq, oz sonliq ko'p sonliqqa bo'ysunadigan usullarni hal qilganligi uchun har qatimda Xitoyga belat tashlaydiganlar ko'p, bizga belat tashlaydiganlar oz. Bizning masalamiz üstel üstüge chiqib munozara qilinish imkoniyatiga erisholmayapti. Shu xalqaro ahvolimiz shu. Hozir endi biz xohlayli Birlashgan Davlatlar Tashkiloti masalamizni hal qiladigan birdan-bir xalqaro organ. Agar u yerda undaq ahvolda bo'lsak, bizning masalamiz endi xalqaro sudlar orqali to'liq isbotlar bilan hal qilinishi kerak. Endi shu yo'lni tutmay amal yo'q endi. Shu. Rahmat, bizə bugünkü söhbət proqramımız müşahidə olsun. Əsasında sizinki yazğan maqalanızda o'ttirib qo'yilgan bir qancha mazmun, to'rt mazmun bor maqalanızda. Shuni asos qilib turib sol asosida munozara etib barliq ko'p rahmat, qimmatli vaqtingizni chiqarib söhbət qatnashib berganingizga va Alloh xolis bundan keyin yozgan maqolalaringiz o'qib qolsa, ya'ni izchil söhbətlərini o'rlashtirma. Bundan boshqa barliq ekran oldida ko'rayotgan qarindoshlar yozgan yaxshi maqolalaringlar bo'lib qolib qolsa, yo kitoblar qolib qolsa, tavsiya qilsam, o'qib, savol chiqarib, kitob bo'lsa, yozgan maqolalarni qolib qolsin, xalqimizga o'rtoqlashaylik. Chunki hozir shu maqol binosida yaxshi yozadi, nurg'un odamlar yozyapti. Nurg'un vaqtini chiqarib, zehnini chiqarib, nurg'un material kitoblarni ko'rib, ammo o'qiydiganlar oz, qarshi inkoslarmi yo'q deyarlik. Shuning uchun xalqimizniki o'qishimiz hozir tuvallab ketayotgansa biz buni suhbat qilish orqali texnik ko'p odamlar bilan buni o'rtoqlash orqali xalqimizning masalalarini tushunish, yangi temalarni xalqimiz sunishi, mushtaq nimalarni yo'l qo'yamiz bundan keyin. Shunga kim bo'lsa, ekranimiz o'chiq, tavsiya qilinglar, ekranga chiqsin. Bo'lmasa, bunda suhbatlar bo'lib bizani qilib qolsang, shuni qilsak bo'ladi, qanday odamni qilib qolsa. Hammamizga ekran o'chiq. Do'st, ko'p rahmat Osiya xonim. Sizga ko'p rahmat, ekran oldidagi do'stlarim rahmat. Suhbatni taqib qo'yinglar. YouTube akkauntiga a'zo bo'lib olinglar. Hamma kelar qismini ko'rishaylik. Alloh omonat. Alloh omonat.